progressiya va dastlabki tahlil sinov mavzuni bo'lib o'tadigan bo'lsak, bu mavzu juda ham sodda mavzu hisoblanadi. Faqatgina siz bilan biz mana shu mavzuga yaxshilab e'tibor berib, har bir parametrni yaxshilab tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda milliy sertifikat yoki DTM testlarida bu mavzudan aniq tushadi. Ba'zi bir mavzular bor, ulardan tushish ehtimolligi kam bo'ladi. Mana shu arifmetik progressiyadan men har safar o'rganaman, deyarli kamida bitta misol tushadi. Shuning uchun siz bilan biz umuman endi o'sha tushadigan misol uchun mas'ul, yaxshilab o'rganib qo'ysak, bizga zarar qilmas ekan. Xo'p, ana endi arifmetik progressiyani dastlabki tahal yig'indisi haqida gaplashadigan bo'lsak, siz bilan biz birinchi navbatda o'quvchilar SN yig'indi deb olishimiz kerak. Yig'indi. Ya'ni yig'indi deganda ham o'sha dastlabki tahal yig'indisini tushunishimiz kerak ekan. Xo'p, keling men sizga mana shu narsani tushuntirishga harakat qilaman. E'tibor bering. S1 deydi. Yoki mana bunday ko'rinishda S2 deyiladi. Yoki mana bunday ko'rinishda S3. Mana bunday ko'rinishda va hokazo Sn. Tushuntirishga harakat qilaman. Qarang. S1 degani demak dastlabki bitta xat yig'indis. Dastlabki degani boshida degani. Bitta xat bo'lganligi uchun A1 bo'ladi bu narsa. S2 dastlabki, ya'ni boshdan ikkita xatini yig'indisi. U nima bo'ladi desa, o'quvchilar A1 plyusdan demak A2 bo'ladi. Tushunyapsizmi? S3 nima ekan desa, S3 is A1 plyusdan demak A2 plyusdan A3 bo'lar ekan. Tushunyapsiz? Va hokazo SN2 Sn A1 plyusdan A2 plyusdan A3 plyusdan va hokazo AN. Demak dastlabki tarmasi ekan xat yig'indisi bo'ladi. Shungacha tushunilmaymi o'quvchilar? Xo'p, yaxshi. Ana endi mana shu joyda men o'ylab qarasam-da, ya'ni nima? Men mana bu joyda tushungan bo'lsangiz, S2 ni bunda yozib olsam bo'lar ekanda. S2 ni men o'zim o'ylayapmanki, A1 plus A2 deyapmanki, A1 o'rniga S1 qo'yib yuborsam bo'lar ekanmi? Ha? Demak nima deyman? S1 plusdan A1 bo'lsa, A2 degan. Mana bu S1 tomonga bo'lsa, manfiy bo'lib o'tadimi? Xo'p, nima bo'ladi desa, o'quvchilar S2 dan qaranglar. Ayirsak S1 ni A2 kelib chiqadi. Tushunyapsizmi? Demak, mana bu A1 plus A2 ni o'rniga S2 qo'yib yuborsam bo'ladimi? Tushunyapsiz? A1 plus A2 ni o'rniga S2 qo'yib yuborsam lekin bo'lar ekan. Qo'yadigan bo'lsam S3 deng. Nima bo'ladi? S2 plyusdan A3 bo'ladimi? Bu tomonga o'tganda nima bo'ladi desa, S3 minusdan demak S2 A3 ga nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Demak qarang, S3 dan S2 ni ayirsam A3 kelib chiqar ekan. Demak u holatda S9 dan S8 ayirsam bo'ladi. A8 bo'ladi. S20 dan S19 ayirsamchi? A20. A20. S100 dan S99 ayirsamchi? A100 mi? Demak mana bu yerga yangi bir formula sifatida yozib qo'yaman. Buni atini o'sha mavzu yozayotganda yozib qo'yinglar. Sn minusdan o'quvchilar Sn minusdan 1. Bu narsa A ga to'g'ri kelib qolar ekan. Endi tushundingizmi? Xo'p, ana endi qanaqangi misol kelishi mumkin? Xo'p, misol shartni yozmayman, o'sha ko'rayotganda sekin o'z ma'ruza yozaverasiz YouTube'dan. Tushunarli? Xo'p, qanday misol keladi? Birinchi mana shu formulaga bog'liq bo'lgan DTM testlarda tushadigan misollardan biri. S10 dan ayirsakmish, S9 ni 10 ga teng bo'ladi ekan. Tushunyapsizmi? S10 dan S9 da ayirsak nima teng ekan? 10 ga teng ekan. Agar deydi D2 ekanligi ma'lum bo'lsa, A1 ni topgin degan savol qo'yishar ekan. Xo'p, ana endi o'ylayapman. Mana bu qossamga tayansam, Sn dan Sn minus 1 ayirsam A kelib chiqadimi?
Shunday. S10 dan A10 S9 dersen nima bo'lar ekan? A10 mi? Demak, A10 da qiymati bor ekanda, A10 qiymati nima ekan? 10 ga D bor, to'g'rimi? A10 da A1 ga bog'lab olsak bo'ladi-ku. A10 degani nima edi? A1 plyusdan 9 ta D ning qiymati nima teng bo'ladi? 10 ga A1 plyusdan 9 D bormi, yo'qmi? Bor. 2 teng 10 bo'lib, A1 plyusdan 18 teng 10 bo'lar ekan. A1'imiz esa minusdan 8 ga teng bo'lar ekan. Tushunib oling bu tem testiga? Tushunmadingmi? Xo'p, ana endi qarang. Navbatdagi misol. Sn barobar n kvadrat formula orqali arifmetik progressiyani misollarda keladi. Sn barobar n kvadrat. Bu formula arifmetik progressiyani dastlabki n tahad yig'indisini ifodalaydi. Tushundingmi? Dastlabki n tahad yig'indisini ifodalasa, mendan savol so'rayapti. Ya'ni A5 nimaga teng deyapti. Tushundingizmi? 5-xatni nima qilish kerak? Demak, Sn formulasi n kvadratga teng bo'lsa, A5 nimaga teng? O'zimcha o'ylayapman. Men yig'indiga bog'lasam A5 da S5 dan ayirishim kerak emas bo'ldi. Shunda A5 kelib chiqadimi o'quvchilar? Xuddi shundaymi? Xo'p, ana menga S5 bilan necha kerak? S4. Mana formula orqali topsam bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Xo'p, topadigan bo'lsam S5im 5 kvadratni 25. Xuddi shunday bo'ladimi? Xo'p, S4 ni aniqlasam 4 kvadratni 16. Ikkalasini ayirmasi A5 ga to'g'ri keladigan bo'lsa, A5 nima bo'ladi? 25 minus 16 bo'lib, A5imizning qiymati 9 ga teng bo'ladi. Endi tushundingizmi? Xossasiga tushunib olaymi? Xo'p, ana endi tushunayotgan bo'lsangiz, menga savol beriladi. Mana bu joyda agar deydi. Agar A1 3 D2 bo'lsa, S5 dagi so'roq, ya'ni uni dastlabki 5 ta had yig'indisini toping degan savol berasiz. Demak, arifmetik progressiya ham birinchi had 3 ga teng ekan. Hadlar ayirmasi 2 ga teng. Ushbu progressiyani dastlabki 5 ta had yig'indisini toping yoki S5 dagi so'roqni qo'yish mumkin. S5 degani dastlabki 5 ta, boshidan 5 ta had yig'indisi bo'ladi. Bolalar tushunyapsizlarmi bunga? Yo tushunmayapsizlar? Tushunyapsizlar? Xo'p, S5 degani mening fikrimcha A1 plyusdan A2 plyusdan A3 plyusdan A4 plyusdan A5. Xuddi shuni tushunishim kerak emas S5 deganda? To'g'ri? Xo'p, ana endi hisoblayman. Qarang. S5im A1 3 A2 5 A3 7 A4 9 A5 11 bo'ldimi? Qo'shib chiqadigan bo'lsam, bu kelasi yig'indisi 14, bu kelasi yig'indisi 14. 28 7 bilan 35 ga teng. Tushunib oling. Endi bu usul ham yaxshi, lekin bizga tem testida imkon qadar tez va oson natijaga erishishimiz kerak. Shuning uchun biz bu usulni tanlamaymiz. Tushunadi? Nimaga desa, dastlabki ustahal yig'indisini toping degan savol kelib bo'lsa yoki 50 ta desa, siz uni qo'shib vaqtingizni yo'qotib qo'yasiz. Men sizga oson usulni o'rgataman. Qarang. Xo'p, sizga A1 plyusdan A2 plyusdan A3 va hokazo plyusdan AN ana sonli ketma-ketlikni berdi. Endi mana shu sonli ketma-ketlikni yig'indisini toping deydi. Xo'p, topmoqchiman. Birinchi navbatda menga o'rta had kerak bo'ladi. Tushunarlik? O'rta had kerak. AO dedim. AO nimaga teng bo'ladi? A1 ga qo'shib AN ni bo'lish kerakmikiga? Xuddi shunday. Xo'p, endi bunday o'ylayapman. O'rta had kerak ekan haqiqatan. Endi mana shu joyda bunday o'ylasam, mana bunaqangi o'rta hadni arifmetik progressiyaning ikkitasi bitta bo'lib yasaveradimi? Ha? Xo'p, nechta o'rta had bor shetda deb. O'zi enta hadi bormi? Ikkitasi bitta o'rta had yasasa. Entadan nechta o'rta had chiqadi? Entasini yarmicha.
progressiyaning uchta hadi bo'lsa, nechta o'rta had bo'ladi? 50 dan. Progressiyaning n ta hadi bo'lsa, nechta o'rta had bo'ladi? N taqsim 2. Demak, bu holatda xo'p, nima qilaman? O'quvchilar mana shu joyda Sn barobar Xo'p, mana bu o'quvchilar bu bilan buni yig'indisi, bu bilan buni yig'indisi bo'lib turib, demak sizda n taqsim 2 ta o'rta had bor ekan, n taqsim 2 ta. Endi mana bu chekki xatlar yig'indisi bu tomonga proporsiya qilsam a1 plyusdan a n 2 ta a o'rtaga tengmi? Demak, mana bunaqangi 2 ta a o'rtada nechta bor ekan desa, n taqsim 2 tami? Shuning uchun 2 ko'paygan a o'rta ko'paygan n taqsim 2 desangiz, bu 2 bilan 2 nima ketib qoldi? Qisqarib, natijada formula paydo bo'ldi. A o'rtani o'rniga mana buni qo'ysak, xo'p, Sn barobar a1 plyusdan degan a n taqsim 2 ko'paygan n degan mana bunday ko'rinishdagi formula paydo bo'ldi. Bu formulani isbotladim. Agar tushungan bo'lsangiz, agar tushunmasangiz, shu yerdan qayta ko'ring. Endi qarang. Xo'p, biz mana bu formuladan qanday foydalansak bo'ladi? Bu formuladan foydalanish uchun qaysi parametrlar kerak? Birinchi xat kerak ekan, oxirgi xat kerak ekan. Bosh bilan oxirini qo'shib kiyib bo'lar ekanman. Tushunyapsizmi? Va nechta xat bo'lsa, o'shanga vaqt qo'shim kerak ekan, ko'paytirib qo'shim kerak ekan. Mana shunaqangi misollarni, mana shu formula orqali yechimini berishimiz mumkin ekan. Tushunarlimi? Yaxshi, navigatsiyaga olaylik. Endi bizga hozir isbotlangan formulamiz bo'yicha bir nechta misollar ko'rishimiz kerak. Birinchisi, bizga savol berilsa 1 plyusdan 2 plyusdan 3 plyusdan 4 plyusdan hokazo n. Mana bu yig'indini nima qilib topdi? Bu yig'inga e'tibor qaratadigan bo'lsam, bu yig'inni o'sha dastlabki, ya'ni 1 dan boshlab 1 dan n-gacha bo'lgan natural sonlarning ketma-ketligini tashkil qilyapti. Bu joyda Sn ni topadigan bo'lsam, nima? Sn barobar birinchi xatga oxirgi xatni qo'shib kiyib bo'lishim kerak edi. Demak, birinchi xatga oxirgi xatni qo'shib nima qildim? Kiyib bo'ldim. Yana bu yerda nechta xat bor desa, nechta xat bor? N-ta. Shuning uchun n-ga nima qilaman? Ko'paytiraman. Xo'p, ana endi men sizga o'quvchilar matematikani shunday o'rgatishim kerakki, xohlagan bir misolga xohlagandek formulani chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, kimdir matematikada formulaga tayanib oladi-da, masalan, har bitta misolda buni o'zini formulasi bor, unga qo'ysa chiqadi, bunga yo'q. Siz o'z fikrlab turib yechim berib ketishingiz kerak. Keling, mana bu formulaga yechim berishga harakat qilamiz. Savol keladi, 10 ta odam deydi, bir-biri bilan so'rashadigan bo'lsa, so'rashlar sonini aniqlaydigan savol keladi. Ya'ni progressiyaga bog'liq bo'lgan. Tushunyapsiz? 10 ta odam bir-biri bilan so'rashadigan bo'lsa, umumiy so'rashlar sonini aniqlaydi dedi, bir martadan so'rashgan. Xo'p, men sizga oddiy tushuntirib beraman. Safda 10 ta odam bor. 10-odamni chiqardik. Safda nechta odam qoladi? 9 ta. Har biri bilan so'rashadigan bo'lsa, 9 ta so'rash paydo bo'ladi. Demak, ana shu 10-odamimiz, hozirgi misolimiz bo'yicha 10-odamimiz. Demak, 9 tasi bilan so'rashdi, ya'ni hammasi bilan so'rashdi. Endi haligi odam so'rashi bo'ldi, endi uni chiqarib olsangiz bo'ladi. Haligi marosimlarda ko'rganmiz, masalan, to'yxonaning eshigida yoki uyda qiladigan bo'lsa, to'y egasi uyga turib oladi-da, haligi hamma so'rashib o'tib ketaveradi-yu, o'shanaqa bo'ladi. Demak, o'sha 10 ta odam bo'lsa, o'sha 10 tadan demak bittasini chiqardik, 9 tasi bilan so'rashib ketdi. Endi uni o'yindan chiqaramiz, chunki so'rash bo'ldi-da. Uni so'rashlar soni 9 ta bo'ldi. Endi safda 9 ta qoladi. 9-odamni chiqarsak safda nechta qoladi? 8 ta. Demak, uni nechtasi bilan so'rashib o'tib ketadi? U 9-odam bitta odamdan so'rashdi xolos-da. 8 tasi turibdi maxfiy so'rashilmagan. O'sha bilan so'rashadigan bo'lsa, demak bu 8 ta, keyingisi 7 ta, keyingisi va hokazo. Oxir safda 2 kishi qoladi. Bir-biri bilan so'rashsa, so'rashlar soni shu bilan nima qiladi? Tugaydi. Demak, oxirgi so'rashlar nechta bo'lar ekan? Bu unday o'ylab qarasangiz, yuqorida isbotlagan mana 1 dan n-gacha bo'lgan natural sonlar yig'indisini ifodalaydimi? Demak, nima qilish kerak ekan? Siz n o'rniga 9 olsak, 9 plyusdan 1 ko'paygan 9 taqsim 2 bo'ladi.
9'ga 1 qo'ysak. Yarmi 5 kira 9 45 ga teng bo'ladi. O'quvchilar tushunib oldingmi? Xo'p, yaxshi. Ana endi hozir men sizlarga mana bitta o'sha testlarni boshlasam bo'lar ekan misol ko'rishdi. Birinchi savolimiz qaranglar. Birinchi kettirib bilan ko'rib ketaman. Ma'ruzani o'sha nimada yozib olasizlar videoni ko'rib. Mayli. Ikkinchi va 19-xatlarining yig'indisi 12 ga teng ekan. Demak, nechinchi ekan? O'quvchilar ikkinchi va 19-xatlarining yig'indisi nechiga teng ekan? 12 ga nuqta teng ekan. Bo'lgan arifmetik progressiyani dastlabki 20 ta xat yig'indisini topdik. Demak, ikkinchi xat bilan 19-xatning yig'indisi 12 ga teng bo'lsa, mana shu sonni ketma-ketlikda dastlabki 20 ta xat yig'indisini topgan edi. S20. Hop, S20 ni topishim kerak ekan. To'g'ri? S20 ya'ni 20 ta xatmi? Birinchi xat A1 bo'ladi, oxirgi xat necha bo'ladi? 20 bo'ladi. Demak, S20 ni topmoqchiman, qarab turinglar. S20 ni topmoqchi bo'lsam, birinchi xatga oxirgi xat necha bo'ladi deyapmiz? 20-xatni qo'shib 2 ga bo'lib, ko'paytirishim kerakmi 20 ga? deb o'ylayapman. Mana bu indekslar yig'indisi nechaga teng? 21 ga tengmi? Mana bu indekslar yig'indisi. Bu ham 20. Demak, indekslar yig'indisi teng bo'lganligi uchun mana buni qiymati 12 ga teng bo'ladi bo'lsam bo'ladimi o'quvchilar? Ya'ni xossa bor edi bizda. A m ga qo'ysak A n ni A k plusdan A p bo'lish uchun n plusdan n k plusdan p ga teng bo'lishi kerak deb yozganmizmi? Demak, bu holatda hisoblaydigan bo'lsak S20 teng 12 ko'paygan. Mana bilan bu ketsa 10 qoladimi? Ko'paygan 10 bo'lib, umumiy qiymatimiz 120 ga teng bo'ladi. O'quvchilar tushunib oldingmi? Xo'p, navbatdagi DTM testimizga o'tamiz. 100 dan katta bo'lmagan degan savolga yechim berib olishimiz kerak. 100 dan katta bo'lmagan desa, 100 dan kichik sonlar tushuniladi. Tushunadi? 100 dan katta bo'lmagan uchga karrali natural sonlar yig'indisini aniqlang degan savol berib. 100 dan katta bo'lmagan uchga karrali natural sonlar yig'indisini toping. Uchga karrali natural sonlar nechidan boshlanadi o'quvchilar? 3 dan boshlanadimi? Zo'r. Demak, 3 dan boshlansa, hozir ko'ramiz, qaranglar. Demak, 3 plusdan keyingisi necha bo'ladi? 6, yaxshi, keyingisi 9 va hokazo oxiri 100 dan katta bo'lmagani 99. Mavjudasi 99. Endi qarang, mana shu yig'indisini topish kerak. Birinchi savolim bitta. Bu yig'indida nechta son bor? 33 ta. To'g'ri? Xo'p, 33 ta ekan. S nechini topish kerak? 33 ni. Demak, S 33 ni topadigan bo'lsak, qaranglar. Birinchi xatga oxirgi xatni qo'shish kerakmi? 3 ga qo'shamiz ekan 99 ni va bo'lamiz. Boshini oxirini qo'shib 2 ga bo'ladi-ku. Bo'lamiz. Necha ko'paytiramiz? 33 ga. Xo'p, qo'shsak. 102 ga bo'lsak, 51 ko'paygan 33 bo'ldi. 51 dan 30 tasi 1530. Tushundingmi? Yana 3 ta 51 ni qo'shadigan bo'lsak, unga 1683 bo'ladi. Demak, javob 1680 ga teng ekan. 3 ga teng bo'ladi. O'quvchilar tushunib oldingmi bu misolni? Xo'p, navbatdagi misol. Navbatdagi misol qanday bo'ladi? Qaranglar. Xo'p, bizga aytayaptiki, A2 ni qiymati 10 ga teng deydi. Tushunyapsizmi? A5 qiymati 22 ga teng ekan. Shu progressiyani dastlabki 8 ta xat yig'indisini toping degan savol berishyapti. Mana shu sonli ketma-ketlikda dastlabki 8 ta xat yig'indisi S8 bo'ladimi? S8 ni nima qilish kerak? Topish kerak. Xo'p, menga S8 deganda, ya'ni 8 ta xat bo'lsa, bu yerda birinchi xat bilan 8-xatni topsam ham bo'laveradi. Xo'p, demak qarang, mana bundan foydalansam, A5 dan A2 ni ayirsam, nechtada bo'ladi? 3 tada. 22 dan 10 ni ayirsam 12. Natijada D teng 4. Endi menga A8 bilan A1 kerak-ku. Xo'p. A1 bilan A8 qarang, men sizga vobshe oson usulni o'rgataman. Bu yerda A1 bor, A1 ni topish ham shart emas.
S8 deysiz. S8 nima bo'ladi? A1 plyusdan A nechi bo'ladi? 8 taqsim 2 mi? Ko'paygan 8 a. Mana buning eksponensi nechi? 9. Mana bu 5 ga nechi qo'ysangiz 9 bo'ladi? 4. Demak sizga A4 topsangiz bo'lar ekanda. Tushunyapsizmi? A4 degani A2 bor. A2 plyusdan 2 deb olsam bo'laradimi? Hozir nima qilmoqchiligimga tushundingizmi? Yaxshi. Xo'p, natijada A4 nima deb bo'ladi? A2 10 plyusdan 8. 18 bo'ldimi? Demak S8 teng 18 plyusdan A5 20 mi? Taqsim necha bo'ladi? 2 ko'paygan 8. O'quvchilar tushunyapsizlarmi? 22 ga 18 qo'ysak necha bo'ladi? 40 yarmi? 20 bo'ladi. 20 ko'paygan 8 bo'lib, javob 160 ga teng bo'ladi. Tushunib oldingmi? Zo'r. Endi navbatdagi misol arifmetik progressiyada umumiy hadlar formulasi a n barobar 4n plyusdan 5 ekan. Demak, mana shu arifmetik progressiyani umumiy hadlar formulasi bo'lsa, ushbu sonli ketma-ketlikni dastlabki 30 ta had yig'indisini toping deyapti. Nimani so'rayapti o'quvchilar? Dastlabki 30 ta had deganda s nechini topish kerak? 30 topish kerak. S 30 ta topmoqchi bo'lsam, men nima qilishim kerak? A1 ga A30 ni qo'shib 2 ga bo'lib ko'paytirishim kerakmi 30 ga? Demak, menga A1 bilan kim kerak? A30 kerak. Qaranglar, qanday topamiz? A1 teng yerlarni o'rniga 1 qo'ysak, 4 ko'paygan 1 plyusdan 5 bo'lib javob 9. Keyin A30 topmoqchi bo'lsam bo'ladi. 4 ko'paygan necha bo'ladi? 30 plyusdan 5 javob 125. Xo'p, S necha endi? 30 teng A1 9 A30 taqsim 2 ko'paygan 30. 30 bilan 2 ketsa 15 qoldimi? 125 ga 9 ko'paytirsak, 9 qo'ysak 134 ko'paygan 15. Endi buni o'zingizlar ko'paytirib olasizlar, xo'pmi? Tushundingmi o'quvchilar? Xo'p, shunaqangi savollar kelsa, xuddi shunday yechim bersak bo'lar ekan. Endi qarang. Dastlabki enta had yig'indisi 120 ga teng ekan. Qarang. Nechta hadligini berganmi? 120 ga teng degan. Va AN deyapti, ushbu arifmetik progressiyaning umumiy hadlar formulasi bo'lsin deyapti. U holatda bizdan so'rayapti. Bizga berayotgan ma'lumotni qarang. A3 ga deydi qo'ysak A3 minusdan A3 ga deydi qo'ysak AN minus 2 ni natija 30 bo'lsa, yerda nechta son ishtirok etgan deydi. Zo'r misol ekan. Qaranglar, men tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, biz sonli ketma-ketligimizda nechtadir son yig'indisi 120 ga teng ekan va mana bunday tenglamani beryapti. Berib turib nechta son ishtirok etgan, ya'ni endi topib bergan degan savol beribdi. Juda ham yaxshi savol. Nima qilaman? Qaranglar. AN-2 bizga yangilik, men sizga tushuntirib beraman. AN-2 nima degani? AN-2 degani AN dan 2 ta qadam orqaga yurgan deyapti. Xo'p, nima bo'ladi? AN-2. AN-dan 2 da bo'ladi. Tushunyapsizmi? AN-3 nima degani desa, AN-3 da bo'ladi. AN-dan 5 nima bo'ladi desa, AN-5 da. Endi AN+2 bo'lsa aytsa, AN+2 da bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, mana buni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? A3 plyusdan AN minusdan 2 da teng 30 ekan. A3 dan 2 dan ayirsam A1 bo'ladimi? A1 plyusdan AN nechiga teng bo'ldi? 30 ga teng bo'ldi. Endi qarang, SN ni tenglamasini tuzadigan bo'lsam, SN ni formulasi nima edi? A1 ga qo'shib AN ni bo'lsam 2 ga ko'paytirsam endi javob 120 bo'lishi kerak. Mo yerda nechiga teng? 30 qo'ysam, 2 ga bo'lsam 15. 15 ko'paygan n teng 120 bo'lsa, n teng
100 ni 15 ga bo'lsak necha bo'ladi? 18 bo'ladimi? Xo'p, javob necha ekan? 18 ga teng bo'lar ekan. Savollar bormi? Necha bo'ladi? 8. 8 bo'ladimi? 18 o'tyapti. O'quvchilar tushunib olaymi? Yaxshi. Yozib olamiz.